yazattım. Öcetni men yazattım, pulni o'qijamlar tapshirib olatdi. Hamma öcet mening naqdul ularning. Ular maliyaga qo'yatdi. Acaba hozir sizning taftishingiz tekshirildi ekan. Har bir 6 oyda bir qitim sizning taftish tekshirildi ekan. Burun 6 yilgacha Nurmammat Ruzaxon taftish bo'lganda 10 yil sizning moliyaringizni men tekshirolmay siz bilan necha qitim jang bo'lib ketdi? Bir qitim moliyaringizni tekshirolmadik. Men o'zim o'tkazib qo'ygan pulning moliyasini 10 yilgacha bir qitim tekshirolmadim. Eng oxirida Nurmammat Ruzaxon tekshirolmay men endi tekshirsammi tekshirmay bu qitim saylandim. Tekshirmasammi tekshirman deb Yaponiyadan kelib tekshirman deb moliyaga borgan vaqtida Nurmammat Ruzaxonni Dunyo Uyg'ur qurultiyidan qo'g'lab chiqarishga do'stlaringizni yig'ib qaror oldingiz. 10 yil nimishqa bizni moliyani tekshirib qo'ymadingiz? 10 yil siz moliyani tutdingiz, nimishqa hisob bermadingiz? Men naqd tutqunim yo'q. Men hujjat ispadim. Bütün hujjat mening nomimda. Bütün naqd sizning qo'lingizda. Ashining hisobini xalqqa bersangiz bo'ladi. Yana ikkinchi qiladigan gapim, men Amerikaga kelgan pul bor. Amerikaga kelgan pulni men Ömer Qanotga, ayad bir Amerikalik bolaga, ishxonaning ijorasiga Mehmet To'xtiga maosh berdim. Mehmet To'xtini Yevropa parlamentda shu olgan pullar bilan ishlatdim. Germaniyaga, moliyaga, Dunyo Uyg'ur qurultiyining moliyasiga qo'ygan pulni men bir mo'channi ko'midim, ham tekshiramadim. Buningdan xabaringlar olib qolsin. Endi taftishni o'zimiz xohlagan taftishni tanlab olib, bu taftish tekshirsa bo'ladigan, boshqa tarafsiz turib tekshiradigan taftishni qo'g'lab chiqaradigan bo'lsak, mana jahon shunday bo'ladi. Shuning uchun mening yanchiqimga tushib ketgan pul yo'q. Men dunyoga iqtisod to'g'riliq javob berish hojatim yo'q qarindishim. İqtisod, mansab, huquq, u nima, bu nima, hamma narsani men ustidan kechib kelgan, mening u to'g'riliq javob berish hech qanday majburiyatim yo'q. Faqat Uyg'ur uyi to'g'riliq javob berib qo'ysam bo'ladi. Iqtisodiy masala degan narsa, yana bir narsa degan narsa Robiya Qodirning vujudida mavjud emas. Atdiganda bir qatiqni yeb, kech o'g'anda bir chidan qatiqni yesmi, o'zining xalqining da'vosi qilib, Allah bergan qudratli kuchi bilan ishni ep berib ketyotadi qarindoshim. Endi yana boshqa sizning savollaringiz bo'lsa, men bu qitim chiqib boshqa bir ekranlarda so'zlayman, savol javob berib, shu vaqtida so'rasingizlar bo'ladi. Buningdan keyin jon chiqib ketmaydi degan vaqtida o'zingizning jonchiqingizdan aqtirib baqsangiz, hujjatlarni men hammani yozib berdim. Shu vaqtida mendan ep ketgan naqd pullarni moliyaga solgan, shu 10 yillik moliyani qayta tekshirishga mumkinchilik bo'lsa, tekshirib bersangiz bo'ladi. Balkim uni bizmi tekshirolmaymiz, o'zgartib necha yangiz qilib bo'ldingiz. Chunki sizning ajoyib moliya ishlaydigan odamlaringiz bor. Ajoyib javob beradigan odamlaringiz bor. Buningdan keyin burunqidek yanchiq tushib ketmaydi degan gapni qilgan vaqtida kimning yanchiqiga tushganligini desangiz bo'ladi. Men hargiz partiya a'zosi Shuji Xitoyga ishlagan odamning bolasi emas. Bilib qiling. Men bu yerga imtiyoz uchun, huquq uchun, qo'saq uchun, rasm tushib chiqarish uchun chiqqan emas. Men faqat xalqimning quli. Buningdan keyin men o'zimning xalqimga, chechimni supuga o'zimni qul qilib, oxirgi umrimgacha vatanimning ozodligi, xalqimning ozodligi uchun kurash qilaman. Pul degan bo'lsin bo'lmasi yo'q. Men buningga mening dedim-ku, hammangizdan javob berish majburiyatim, mening javob berish majburiyatim yo'q. Mening gapim tugadi. Rahmat sizlarga.